Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Yaxshimisizlar? Bugungi darsimiz, Xudo xolasa, mijoz jalb qilish usullari bo'yicha gaplashamiz. Bu darsimizga juda ham ko'plab o'sha vebinarlardan charchagan insonlar yoki bo'lmasam aytaylik, target yoqqan va targetda natija ololmagan insonlar uchun ushbu parchalash voronkasi haqida gaplashamiz bugun. Bu parchalash voronkasi bilan shu kungacha 3 dan ortiq mijozlar bilan ishladik va barchasiga avvalgi vebinarda qilgan natijasidan ham yaxshiroq natija va bundan tashqari o'zlari lead forma orqali yoqilgan natijalardan ham ancha yaxshi bo'lgan holatdagi natijalarni olib kelib berdik. Aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu joyda juda ham katta komanda ishlash shart emas. Yana bir muhim jihati, webinar holatida bo'ladigan bo'lsa juda ham ko'p programmalar kerak bo'ladi. Kastev, bundan tashqari har bitta mijozni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu joyda ham mijozlarni o'rganishimiz kerak-ku, lekin marketingga juda ham katta bir komanda keragi yo'q. Sotuv bo'limi ham o'nlab yoki bo'lmasam 20 lab sotuvchilar keragi yo'q. Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz, Xudo xolasa. Bugungi darsimizda mijoz jalb qilish nima va u nega muhimligi haqida gaplashamiz. Bundan tashqari, mijoz jalb qilishga kelganda aksariyat tadbirkorlar qiladigan katta xatolar, potensial mijozlarni jalb qilish yo'llari, to'g'ri mijozlarni topish va ularni jalb qilishda tabiiy tanlanishdan foydalanish bo'yicha va eng oxirida sizlar kutgan o'sha mijoz jalb qilishni parchalash voronkasidagi yo'llari. Mana shu bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni men sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim bo'yicha bizni o'sha mijoz jalb qilish usulimiz ko'rib turganingizdek, bu avvalambor target reklamasi bo'ladi. Bundan keyin sayt orqali ishlaymiz va landing sahifamizga olib o'tamiz mijozlarni. Undan so'ng foydali videomizni beramiz. Ko'pchilik lead magnet deydi. Aynan shu ma'noda ham gapirsak bo'ladi. Foydali video. Foydali videomizdan keyin o'nlab, ba'zi bizneslarga qarab turib balki 5 ta, 10 ta yoki 15 ta savollar qo'yamiz va shular orqali so'rovnomadan o'tishadi insonlar. Bundan so'ng qo'ng'iroq bo'ladi va qo'ng'iroqda call center aloqaga chiqadigan bo'lsa, boya aytganimdek, bu yoqda o'nlab yoki bo'lmasam 20 lab sotuv bo'limi keragi yo'q. Bizga 2 ta yoki 3 ta sotuv bo'limi bo'lsa bo'ladi. Mana shu insonlar bilan birgalikda va oxirgi etapda bu insonlarni mijoz qilamiz. Ya'ni bu voronkadan o'tib keladigan mijozlarimizni kamida 30, 35 yoki 40% konversiya bo'lish ehtimoli yuqori. Mijoz jalb qilishga kelganda aksariyat tadbirkorlar qiladigan katta xato, bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin, boshini ushlab o'tirgan inson bejizga emas, chunki juda ham ko'pchilik hozirgi kunda ham qilib kelinayotgan xatolar bor. Albatta bu xato bir tomondan yaxshi, nimaga deydigan bo'lsak, hech nima ish qilmagandan ko'ra har holda mana shu xatoni bo'lsa ham qilib hamma harakat qilishyapti. Nimagadir erishmoqchi, harakat qilyapti, o'smoqchi. Xo'p, aksariyat insonlar o'z bozorlariga qarab qanaqa ko'rishadi bozorda. Ko'rib turganingizdek, hamma insonlarni bir xil ko'rishadi va hamma hozir sotib olishga tayyor degan fikrda bo'ladi. Xayolida mana shunday holatda bo'ladi, lekin bunday ishlamaydi. Odamlar o'z bozorlarini qanday ko'rishadi degan savolga keladigan bo'lsak, ko'pchilik o'z bozorini minglab odamlar to'plami kabi ko'radi va ularning barchasi bir xil ekaniga ishonadi. Marketing va sotuv uchun hammasiga bir xil e'tibor, harakat va vaqt ajratadi. Aslida esa o'sha kastevlar qiladigan bo'lsak, mijozlarimizni o'rganadigan bo'lsak, aytaylik, ba'zilar kastev uchun 1 oy, ba'zilar 1 hafta, 10 kunlab vaqt ajratadi. Bu juda ham zo'r, chunki mijozingizni qay darajada kuchli biladigan bo'lsangiz, shuncha unga yaqinroq borasiz. Kuchli marketologlar aytadi, hatto o'sha mijozingiz qanaqa ichki kiyimda yotganini ham o'rganing degan ma'noda. Chunki mijozingizni shu darajada yaqin bo'lishingiz kerakki, unga yaqin bo'lgandan keyin u haqidagi barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Mijozlarni qanday jalb qilishyapti o'zi bozorda? Aksariyat insonlar nishalardagi hammaga sotishga harakat qilishadi. Aytaylik, masalan, siz stomatolog bo'ladigan bo'lsangiz, hamma uchun bir xil ma'lumot berasiz yoki bo'lmasam o'sha info tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, psixologiya bo'yicha kurslaringizni hammaga bir xil. Aytaylik, sizni asosiy mijozlaringiz bular ayollar bo'lishi mumkin yoki tug'ruq yoshidagi ayollar yoki endi turmushga chiqayotgan yosh qizlar bo'ladigan bo'lsa, siz umumiy holatda katta auditoriyaga ma'lumotlaringizni berasiz va shuni natijasida juda ham katta xatolar qilasiz. Nimaga deydigan bo'lsak, sizga potensial mijozlar kelishi kamayadi. Sizni umumiy holatda ko'radi. Xuddiki hozirgi o'sha vaynerlar, prankerlar yoki ibratli videolar hammaga ma'qul kelgani kabi, sizning ham videolaringiz ommaga chiqib boradi, lekin sizning mijozlaringiz aynan sizga murojaat qilishligi haqida xayollardan ko'tarilib qoladi. Sizni qanaqa sohada mutaxassis ekanligingizni eslardan chiqarib qo'yadi. Xo'p, shuning uchun ham hammaga bir xil vaqt va e'tibor ajratishadi. Katta auditoriyada bu esa juda ko'p kuch, resurs, vaqt talab qiladi albatta. Natijada bu katta isrofgarchilikka olib keladi. Ya'ni sizdan juda ham ko'p vaqt oladi. Aytaylik, har kuni videolar chiqarishingiz kerak bo'ladi, target uchun tunmay kreativlar olishingiz kerak bo'ladi.
Bundan tashqari lidlar keladigan bo'lsa, sotuv bo'limingiz bu lidlar bilan tinmay ishlashi kerak bo'ladi. Shu kungacha ishlagan kompaniyalarim bilan ko'radigan bo'lsak, sotuv bo'limining konversiyasi aytaylik 1%, balki zo'r holatda bo'ladigan bo'lsa, mahsulot arzon bo'ladigan bo'lsa 10% gacha chiqishi mumkin. Bu to'g'ridan-to'g'ri targetdan kelganlar, ya'ni lead forma orqali to'ldirilganda. Qanaqadir varonkalar orqali demayapman, chunki bozorimizda hozir juda ham ko'plab tadbirkorlar asosan lead forma orqali target yoqishadi va mijozlarni shu orqali qabul qilishadi. Xo'p, natijada bu katta isrofgarchilikka olib keladi, chunki ko'pchilik xarid qilmasa-da tadbirkorlar barchasi bilan qo'ng'iroqlash uchun bir xil vaqt va kuch ajratishadi. Yana bir bor ta'kidlayman, har bitta mijozimiz bizga potensial bo'lib kelgan, aytaylik kuniga 100 ta lead keladigan bo'lsa, ushbu 100 ta leadni sotuv bo'limi har biri bilan ishlash kerak bo'ladi. Bu yoqda mana rasmda ko'rib turganingizdek, mijozlarimiz hammasi keldi, aytaylik 100 ta lead keldi kuniga. Aynan qaysi bir sotib olish ehtimolligi bor. Sizda ham bo'lgan bo'lsa kerak bu holatlar, ya'ni telefon qilgan vaqtingizda bilmadim, adashib bosib yuborgan, o'g'lim bosib yuborgan bo'lsa kerak yo qizim o'ynagan degan holatlar juda ham ko'plab bo'ladi. Yoki ba'zilar telefonni umuman ko'tarmaydi yoki assalomu alaykum, Akmal aka yaxshimisiz deb qo'ng'iroq qilganingizda kim bu, tanimadim, men Boburman degan javoblarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Aynan mana shu holatlar bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Bu haqida videoning oxirida varonkamizda to'liq tushuntiraman. Ugacha esa o'sha varonka nima uchun kerakligi haqida ham to'liq ma'lumotlar berib o'tiraman. Xo'p, katta xato bu hozir ko'rganingizdek bozordagi hammaga sotishga harakat qilish va hamma uchun teng vaqt va kuch sarflash bu juda ham katta xato hisoblanadi, chunki bizdan hamma ham sotib olmaydi. Aytaylik, hamma sotib olganda o'sha kursingizni qo'shningiz yoki atrofingizdagi insoningiz, dugonangiz, og'ayningiz sotib olish ehtimoli juda ham katta bo'lardi. Bu degani sizni mahsulotingiz hammaga bir xil kerak degani emas. Agarda siz o'sha suv bo'lmasangiz yoki non bo'lmasangiz, sizning mahsulotingiz hammaga birdek kerak emas. Har qanday bozorning atiga 3% hoziroq sotib olishga tayyor bo'ladi. Bozorda yuzlab insonlar bo'lsa, ulardan atiga 3 nafari o'z muammosini yechadigan mahsulotni hoziroq sotib olishga tayyor bo'ladi. Bu esa katta muammo keltirib chiqaradi. Nimaga deyishimiz mumkin? Juda ham katta muammo bo'ladi. Mijoz jalb qilishdagi katta muammo bu atiga 3% hoziroq sotib olishga tayyor. Lekin biz o'sha 3% kimlar ekanini qayerdan bilamiz? Boshida nimaga xato emas dedim, ya'ni hamma bilan lead forma orqali gaplashadigan bo'lsa ham, chunki ular harakatda, hozir nima qilib bo'lsa ham yo'lda ketyapti. Har holda bekor o'tirgan insondan ko'ra ular o'zini yo'lida ketyapti. Aytaylik 100 ta insondan lead keladigan bo'lsa, 3 tasiga, 5 tasiga, 10 tasiga bo'lsa ham sotadi. Muhimi harakatda. Rasmda ko'rib turishingiz mumkin, bu yoqda o'sha 100 ta insondan bor yo'q 3 tasiga sotish. Lekin bu 3 tasiga sotish uchun bizni sotuv bo'limimiz bu har bitta mijozga qo'ng'iroq qilib chiqish kerak bo'ladi. Har bitta mijozga qo'ng'iroq qilib, bir kunda aytaylik bitta sotuvchimiz 30 ta, 40 ta mijoz bilan gaplashadigan bo'lsa, 10 talab, 20 talab sotuv bo'limi bor bo'lgan tadbirkorlarni bilaman, ishlaganman ular bilan ham, ularga juda ham ko'plab lidlar kerak bo'ladi kuniga. Bitta tadbirkorlar aytaylik kerak bo'lsa 3 ta 4 talab targetolog bilan ishlashadi. Sababi o'sha sotuv bo'limi mijozlarni lidlarni yetkazib berish uchun. Bu yoqda o'sha 100 ta liddan bor yo'q 3 tasiga gaplash. Nimaga o'xshatsak bo'ladi bu narsani? Bu narsani xuddiki mana pichan orasidagi ignani har bir xashakni tekshirmasdan qanday topamiz degan savolni qo'yganman. Ko'rib turganingizdek, somonxona bor, aytaylik pichanlar yig'ishtirilgan, uni orasida bitta igna bo'ladigan bo'lsa, buni qanaqa topamiz? Har bitta sovonni yoki pichanni olaylik, bir joydan boshqa joyga ko'chirib turib ignani topamizmi? Agar bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, oson topish, juda ham oson bo'ladi. Chunki igna ko'rinib turibdi va qanaqadir belgilari bor. Xuddiki lokatsiya belgilaganimizda ko'rinib turgani kabi tayyor ko'rinib turibdi. Lekin har doim ham ignani topish oson bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek to'plam bo'lib turgan bo'lsa-chi, unda qanaqa topamiz? Mana shunday, xuddi buni misol sifatida keltirdim. Hozir sizning mijozlaringiz ham aynan igna kabi. Ya'ni ular shundoqki, men sendan sotib olaman deb turmaydi hech qachon. Xo'p, 100 kishining ichidan 3 kishini hamma bilan gaplashmasdan qanday topamiz? Bu videoni ko'rgandan keyin balki sizda ham mana shu savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, boshqa yo'li bormi? Qanaqa, nima qilsak bo'ladi o'zi degan savollar balki tug'ilgandir. Hozir bu savollarga javobga kelamiz. Aksariyat insonlar hozir sotib olishga tayyor 3 kishini topish uchun 100 kishining barchasi bilan gaplashishadi. Ko'p tadbirkorlar raqamlar muhim deyishadi. Bunda tadbirkorga juda ham rahmim keladi. Nimaga deydigan bo'lsak, 100 ta lead uchun haq to'laydi. Bundan tashqari har bitta sotuvchisi uchun joy bor, joyi ijarasi bor, sotuvchi uchun oylik bor. U sotsa, sotmasa oylik to'laysiz fiksiya sifatida. Bundan tashqari bonus bor. Bonus yaxshi, sotsa bonusini oladi, lekin sotmasa-chi,
o'tirgan joyiga arenda ijarangiz bor, sotuvchining o'zini oyligi bor. Bu mijozlarni jalb qilishning eng yaxshi usuli emas. Shu kungacha lekin ko'pchilik yaxshi usul deb kelishardi, lekin bu yaxshi usul emas. Xo'p, nimaga rasmda aynan bu insonni qo'yib qo'ydim? Agar bu insonni ko'rib turibsiz hozir sog'lom inson bo'ladi desam, katta ehtimol bilan ustimdan kulgan bo'lardingiz. Agar bu sog'lom inson bo'ladigan bo'lsa, men sportchiman deyishingiz ham mumkin. Olimpiada chempioniman demasangiz agar. Bu mijozlarni jalb qilishning yaxshi usuli emas deganimdek, bu inson ham sog'lom emas. Xo'p, bundan yaxshiroq yo'li bor. Bu tabiiy tanlanish yo'li. Tabiiy tanlanish haqida biologiyada o'qigan bo'lsangiz juda ham yaxshi bilasiz. Agar fikringiz bo'lmasa, xavotir olmang, hozir tushuntirib beraman. Ushbu jarayon qanday ishlashini tushunishingiz uchun bir ikkita misollar ko'rsatib beraman. Hayvonlar yemish uchun ovqilayotganda mijoz tanlash muammosini qanday hal qiladi degan savolni beraman. Bu savolni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Televideniyada agar hayvonlar haqidagi ko'rsatuvlarga qiziqqan bo'lsangiz, bu rasmlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mijoz tanlash muammosiga duch kelgan, masalan, arslon. U o'zini nishasidagi, aytaylik, o'sha psixologiya yo'nalishidagi yoki biznes trening bo'yicha insonlarga biznes kurslari deymiz, nisha deganda arslon o'zini nishasidagi qaysi ishtirokchilarni quvlashi, qaysilariga esa e'tibor qilmasligi kerak. Nima qiladi avval arslon? O'zini o'ljasini atrofiga borganda chopib ketadimi? Hammasini orqasiga duch kelganini ortidan quvib ketadimi yoki bo'lmasam kutadimi? Ko'radimi? E'tibor bergan bo'lsangiz, duch kelganning orqasidan quvib ketadigan bo'lsa, hayvonlarning orasida ham aytaylik o'sha kiyiklar bo'ladimi yoki ko'rganingizdek rasmdagi qolar bo'ladimi? Ular arslonga ham tashlanishi mumkin bo'ladi. U hammasini orqasidan quvadigan bo'lsa, arslon och qolish ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Bu tabiatda ishlamaydi. Arslonlar o'ljalarini qo'rqitadi va shundan so'ng hozir yeyishga tayyor bo'lgan 3% o'zini ko'rsatadi. Ya'ni aytaylik, o'ljalarning atrofida avval aylanadi, ko'rgan bo'lsangiz, aylanadi va buning natijasida yosh yoki bo'lmasam o'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan yoki kasalmand bo'lgan o'sha buqalar deymiz yoki bo'lmasam zebralar o'zlarini ko'rsatishadi atrofida yurganda. Ular sherlar kelib turib shu zahoti darhol ularga hujum qilishmaydi. Agar hujum qiladigan bo'lsa, boya aytganimdek, ba'zi hayvonlar bularni ham nobud qilib qo'yishi mumkin o'zlarini. Shuning uchun bular ham oldin keladi, ko'radi, o'rganadi, yoshroqlari qaysi, nimjonlari qaysi, kasali qaysi, ana ularni o'rgangandan keyin ularga hujum qiladi. Bu tabiiy tanlanish deyiladi va arslon hozir yeyishga tayyor bo'lgan 3% o'ljalarni ko'rgandan so'ng boshqalarga e'tibor qilmay, aynan o'sha 3% ga hujum qiladi. U to'liq e'tiborini o'sha 3% ga qaratadi. Ya'ni bor fikr xayolini faqat o'sha nimjonga bittasini ko'zlaydigan bo'lsa, aynan o'shanga e'tibor qiladi va unga tashlanadi. Tabiiy tanlanish arslonlar o'rniga ishni bajaradi. So'ngra ular aniq belgilangan o'ljalarga tashlanadi. Ko'rib turganingizdek, o'sha nimjonini yoki bo'lmasam kasalini oldiga boradi va shunga tashlanadi. Bu orqali o'zini o'ljasini egallaydi. Bu tabiatdagi mijoz tanlash muammosiga misol edi, lekin biznesdachi? Bizneslar hozir sotib olishga tayyor bo'lgan 3% ni aniqlash uchun tabiiy tanlanishdan qanday foydalanishadi? Buni ko'rib chiqamiz. Target biznesingizga kelganda nishangiz ichidagi hoziroq sotib olishga tayyor bo'lgan 3% mijozlarni topish uchun tabiiy tanlanishdan qanday foydalanasiz? 3% ni topish uchun tabiiy tanlanishdan foydalanish qadamlar bilan gaplashamiz. Xo'p, birinchi qadamda sizdan mo'ljal olishingiz uchun aniq bir nishangiz yoki bozoringiz bo'lishi kerak. Sizni mahsulotlaringiz yoki kurslaringiz aytaylik aynan o'sha tadbirkorlar uchun daromadini oshirmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasam endi boshlang'ich. Balki bo'lishi mumkin bugungi kunda zamonaviy kasblar bo'yicha dars berarsiz yoki bo'lmasam aytaylik marketplace'lar bo'yicha dars beradigan bo'lsangiz, aynan o'sha nishani tanlab olishingiz kerak bo'ladi, bozorni. Xo'p, ikkinchi qadamimiz bu bozoringiz muammolarini, og'riqlari va xohishlarini oldindan tushunish uchun tahlil qilishingiz lozim. Va nisha, taklif, natija formulangizni ishga tushirganingizda nima bo'lishi haqida taxmin qilishingiz kerak bo'ladi. Taxminan xo'p, avval webinar qilgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam aytaylik o'sha kurslaringiz sotuvi bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bu holatda siz oldindan taxminiy raqamlarni olsangiz bo'ladi. Ya'ni kastev, boya aytganimdek, kastev qilgan bo'lsangiz, mijozlaringiz taxminiy og'riqlarini uje bilasiz siz. U xohishlarini bilasiz, nimalar xohlayapti. Shunga qarab yechimni berasiz. Uchinchi qadamda bozoringiz muammo, og'riq va xohishlarga to'g'ri keladigan xabar bilan bozorga ta'sir o'tkazishingiz va javobni olishingiz lozim. Buni amalga oshirganingizda bozoringiz parchalanadi va siz hoziroq sotib olishga tayyor 3% ni aniqlab olasiz. Bu yoqda gapirayotgan gaplarim balki tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin, hozir nima bo'lyapti deb turib, sizga rasmlar orqali tushuntirib beraman, aniq, to'liq tushunarli holatda.
Xo'p, bu 4-qadamimizda bozoringizning ayni paytda sotib olishga tayyor bo'lgan 3% aniqlagan zahotingiz ularni mijozga aylantirish uchun darhol qat'iyat bilan harakat qilishingiz lozim. Bozorning qolgan qismini o'tishingiz kerak. Ya'ni arslonlar misolida oladigan bo'lsak, xuddiki mijozlarni ular o'zlarining mijozini tanlashdi, ya'ni nimjonni yoki bo'lmasa o'sha kasal bo'lgan buqalarni, zebralarni tanlashdi va faqat ularga e'tiborini berib, ularni orqasidan quvdi. Siz ham xuddi shunaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Faqat o'zingizni mijozingiz ishladingiz, bo'ldi, boshqasiga e'tibor qaratish kerak emas. O'sha mijoz uchun maksimum kuchingizni sarflab turib, ularni mijozga aylantirish uchun harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Tabiatga qarshilik qilishdan ko'ra u bilan birga bo'lamiz va uni o'z foydamizga ishlatamiz. Qayiq misolida ko'rishingiz mumkin. Suv bilan birgalikda oqib ketganimiz yaxshiroq bo'ladi, suvga qarshi oqqanimizdan ko'ra. Bizda ham xuddi shunaqa. Tabiiy tanlanish turganda nima kerak bor? O'zimizni qiynab, boshqa yo'llarga harakat qilib, agarda buni qanday ishlashni bilsangiz albatta. Bilmaganlar esa o'zini qiynab, juda ham ko'plab kuch, vaqt sarflab o'zlarini qiynashyapti. Xo'p, boshqalar bozordagi mijozlarni aniqlashda jismoniy kuchdan foydalansa, boya aytib o'tganimdek, jismoniy kuchimiz bu 20 talab sotuvchi, 3-4 talab marketing jamoasi, hop, bundan tashqari qanchalar stress. Mana shu narsalarni jismoniy kuch desak bo'ladi. Chunki marketing bo'limingiz tinmay ishlaydi, video syomkalar bo'ladi. Bundan tashqari bu narsani ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqish kerak bo'ladi. Targetologlar ishlaydi, sizga lidlar olib kelib beradi. Sotuv bo'limingiz qancha stress bilan ishlaydi. Biz esa evolyutsiya va tabiatning asosiy harakatlantiruvchi kuchidan foydalanyapmiz. Xo'p, mijozlarni jalb etish jarayonining ilmiy asoslarini tushunib olgan bo'lsangiz, endi aniq tafsilotlarga o'tamiz. Men sizga mijozlarni jalb qilish usullari haqida to'liq ma'lumot beraman. Lekin keling, birinchi yaxshi ta'sir qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Chunki ko'pchilik odamlar kuchli ta'sir yaratishda muhimlik darajasini adashtirib qo'yishadi. Kuchli ta'sir yaratishda eng muhim narsa bu sizning xabaringiz. Xabarimizni bozorimizga ko'rsatish uchun foydalanadigan usulimiz esa shunchaki xabarni yetkazish transporti hisoblanadi. Mijozlarimizni diqqatini tortish uchun kuchli offerdan foydalanasiz. Unutmang, insonlarni harakatga keltiradigan eng muhim narsa bu sizning offeringiz, ya'ni sizning taklifingiz. Biz qo'llaydigan usul esa shunchaki bu xabarni yetkazish vositasi xolos. Agar takliflaringiz kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa bozoringiz katta bo'lishidan qat'iy nazar, sizdan mijozlar xarid qilmaydi. Nimaga deydigan bo'lsak, xabaringiz kuchsiz. Aytaylik, siz berayotgan narsani yoki bo'lmasam bermoqchi bo'lgan narsani lead magnet sifatida yoki bo'lmasam qanaqadir PDF qo'llanmalar sifatida bermoqchi bo'lgan mahsulotingizni yoki bo'lmasam siz sotmoqchi bo'lgan yoki sotayotgan mahsulotingizni sizdan ko'ra kuchliroq, masalan, birorta mahsulot sotyapsiz va bu narsani raqibingiz, konkurentingiz dastavkasi bilan birga qilib beryapti. Yoki siz dastavka qo'shdingiz va konkurentingiz o'rnatib berishi bilan qilyapti aynan shu ishni. Bu holatda sizning taklifingiz kuchsiz bo'ladi va ishlash ehtimolligi ancha pasayadi. Shuning uchun har bitta mijoz bilan ishlaganda ularga birinchi navbatda aytadigan taklifimiz va shartimiz ham bo'ladi. Shu offeringiz qay darajada kuchli, ya'ni taklifingiz. Taklifingiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, bozorning o'zi talabi juda ham kuchli bo'ladi va sizdan sotib olish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Keling endi bizning pullik jalb qilish usulimiz haqida gaplashamiz. Pullik mijoz jalb qilish usullari biznesni masshtablashtirish imkonini beradi va bozorimizga ta'sir qilib hozir sotib olishga tayyor 3% ni aniqlash jarayonini avtomatlashtiradi. Bundan tashqari, pullik usullardan foydalanishning afzalligi nima? Katta miqyosda masshtablashish mumkin va minimal inson mehnati bilan ko'plab mijozlarni jalb qila oladi. Bunday tizimlar avtomatlashtirilgan bo'lib, uzoq vaqt davomida kam texnik xizmat va vaqt sarfi bilan tizim bo'lib ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, avtomatlashgan holatda, bu holatda avtomatlashishimiz va bundan tashqari masshtablashishimiz mumkin. Ya'ni siz ishchi kuchi yordamida emas. Aytaylik, bu ishlarni hozir men sizga aytayotgan ishlarni bor yo'g'i 2-3 ta sotuv bo'limida menejerlaringiz va bundan tashqari bitta targetolog va marketing jamoadan SMM menejerlar bo'lsa bo'ladi. Bu uchun sizga qanaqadir katta marketing jamoasi va boshqa narsalar kerak emas. Pullik usullardan foydalanishni bittagina kamchilik tomoni ham bor. Buni ham aytib ketishim kerak. Ularda yuqori darajada masshtablashish va avtomatlashtirish afzalliklari bo'lsa-da, sozlash jarayonini texnologiya va vaqt talab etadi. Ya'ni marketing tomonidan Facebook sozlamalarini yaxshi tushunish kerak bo'ladi. Agar yaxshi tushunmaydigan targetolog bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu holatda sizga ancha murakkabliklar keladi. Bu esa ularni joriy etishda ma'lum kechikishga olib keladi va mablag' ham talab qiladi. Ya'ni
siz ishlayotgan targetolog aytaylik nastroyka o'sha sozlamalarni bilmaydigan bo'lsa, bu sizni ancha vaqtingizni oladi. Ma'lum bir hozirgi kunda mana oxirgi 1 oylarning ichida juda ham ko'plab o'zgarishlar ketyapti metada. Xo'p, bozorimizga e'tiborni tortish uchun qo'llaydigan ikkita pullik usulimiz va ko'plab insonlar orasidan hoziroq xarid qilish ehtimoli yuqori bo'lgan 3% odamlarni avtomatik ravishda saralab olish uchun ishlatadigan bir jarayonimiz bor. Bu pullik target reklamalar Metaning target platformasida reklama orqali bozorimizga xabarimizni yetkazish. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi pullik retargeting reklamalar. Target reklamalaringizni bosgan va veb-saytingizni ko'rgan odamlarga qayta reklama berish. Bu orqali biz ularni veb-saytingizga qaytarib mijozga aylantirishga harakat qilamiz. Buning uchun biz Facebook va ba'zi uchinchi tomon reklama platformalarining kombinatsiyasidan foydalanamiz. Aytaylik o'sha sayt Tildada yoki WordPressda bo'ladigan bo'lsa, uchinchi tomon deyilgan bu joyda o'sha ularni kombinatsiyasidan foydalanamiz. Xo'p, parchalash voronkamizda odamlarni avtomatik ravishda saralab, ularni xarid qilish uchun xarid qilish ehtimollariga ko'ra turli toifalarga ajratuvchi onlayn voronka jarayoni. Bu voronka bozoringizdagi insonlar orasidan hozirda sotib olish ehtimoli eng yuqori bo'lgan 3% ni aniqlash uchun tabiiy tanlanishni avtomatik tarzda amalga oshiruvchi usul. Va nihoyat o'sha usulga yetib keldik. Mana endi siz kutgan o'sha parchalash voronkasiga ham yetib keldik. Xo'p, bizni mijoz jalb qilish usulimiz bu birinchi o'rinda ko'rib turganingizdek target reklama, ya'ni o'sha offerimizni insonlarga ko'rsatish. Target reklamamizni qilamiz. Bu yoqda Instagram orqali ko'rgan reklamamni qo'ygandim. Target reklama insonlarga ko'rinadi. Instagram orqali, Facebook orqali ularga o'sha takliflarimizni beramiz. Bundan keyingi qadamimiz bu bizning landing sahifamiz, ya'ni saytimiz. Saytimiz qanday ko'rinishda bo'ladi? Masalan, mana ko'rib turganingizdek landing sahifa. Bu yerda bepul darsimizni berishimiz mumkin. Mijozlarga o'sha lead magnet bo'lgandan keyin mijozlarga kerakli bo'lgan qandaydir biror taklifingiz berasiz. Aytaylik, qurilish sohasida bo'ladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam infobiznesda bo'ladigan bo'lsangiz ham bu joyda juda ham qo'l keladi. Insonlarga lead magnet sifatida o'zingizni oldin birorta qiymatli bo'lgan mahsulotingizni berasiz. Va buni natijasida insonlar o'sha narsaga qiziqqan holatda sizni saytingizga tashrif buyuradi va uni olish uchun bu yerda ko'rib turganingizdek ismi, telefon raqamini qoldirib, sizdan foydali videongiz uchun ro'yxatdan o'tadi. Mana bu joyda foydali video keladi. Lead magnet ko'rinishda yozilgan bu joyda mana ko'rib turganingizdek 7 daqiqalik video. Birinchi qadam bu quyidagi video darsini ko'ring deb yozilgan. Bu joyda infobiznes uchun qilingan sayt bu. Ko'rishingiz mumkin. Bepul lead magnetni ko'rib bo'lgandan keyin insonlarni asosiy kursga chorlov, ya'ni videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun bepul darsimizga ko'rishingiz mumkin degan holatda. Bundan keyin 10 talik so'rovnoma ko'rishingiz mumkin. 10 talik so'rovnoma deganim bu joyda biz 10 tadan oshiq so'rovnomani qoldirganmiz, ya'ni mijozlarni aniq saralab olish. Nimaga boya sovonni orasidan topish dedim yoki bo'lmasam arslon tabiiy tanlanishlarni ko'rsatib keldim, aynan mana shu jarayon uchun edi. Bu narsani hozir to'g'ridan to'g'ri tushuntirganimda katta ehtimol bilan tushunmaslik ehtimolingiz mumkin edi. Shuning uchun bu yoqda o'sha lead formada bilsangiz faqat ismi va telefon raqamini qoldiradigan bo'lsa, bu yoqda bizda 12 tadan oshiq savollarimiz bor. Ya'ni bizni mahsulotimizga chindan ham qiziqqan inson keladi. Agar qiziqmaydigan bo'lsa, o'sha foydali videomiz o'zida yoki bundan oldingi etaplarda chiqib ketadi. Bu nimaga yordam bo'ladi deydigan bo'lsak, boya aytganda 20 talab sotuv bo'limi shart emas. Sizni sotuv bo'limingiz shunchaki telefon qiladi mijozga, bu joydan kelgan leadlarga to'lovni qanday olish ehtimolligi yoki bo'lmasam kursingiz, mahsulotingiz haqida qo'shimcha ba'zi savollar beradi va bundan keyin sotuv ehtimolligi bo'ladi. Mana bu joyda yana bitta ko'rishingiz mumkin. Hattoki bu yoqda arzon bo'lgan kurs narxi bor edi. 500 ming so'mlik kurs mijozimiz uchun qilib berganmiz. Narxini ham yozib qo'yilgan. Hatto o'sha kursingiz yoki mahsulotingiz narxini ham yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi sahifa 10 talik so'rovnomadan keyin oxirgi sahifamiz bo'ladi. Ularni tabriklab, sotuv bo'limimiz qo'ng'iroq qilishni aytishimiz mumkin. Bizga leadlar kelib tushdi. Aytaylik, mijozimizni 10 talik savollarni qo'yganmiz. Ularning og'rig'i qanaqa, nima, hozirgi holatda nima qiynayapti? Mana shu narsalar bo'lgandan keyin sotuvchimizning qo'lida barcha savollar bo'ladi. Ular to'ldirgan so'rovnomadagi savollarning javoblari bo'ladi. Ular bilan aloqaga chiqqan holatda mijozimiz nima xohlayotganini ham biladi va aynan mana shu holatda bizni hozirgacha bo'lgan sotuv konversiyalarimiz 30% dan 50% gacha bo'lgan. Bu degani 100 ta sizga nomer qoldirgan insondan 30 ta 50 ta sotib olish ehtimolligi yuqori. Oxirida mijoz ko'rib turganingizdek kelishuv mijoz bo'ladi. Bo'ldi. Ko'p vaqt olmaydi. Xo'p, parchalash voronkamiz qanday ishlashini ko'rdingiz. Endi o'zingiz ham aynan shu ketma-ketlikda jarayonni to'g'ri bajarsangiz, biz kabi siz ham yaxshi natijalarga erishasiz. Aytganimdek 30% dan 50% gacha konversiya bo'ladi. Hozirgacha
Bu jarayon, bu tizim hali yangi bo'lgani sababli biz 3 ta mijozimiz bilan ishlagan bo'lsak, bularda o'sha aytganimdek 30 va tire 50% konversiyalar bo'ldi. Bu nimaga bog'liq deydigan bo'lsak, bu narsa o'sha nishamizga bog'liq. Ya'ni o'zimiz olib borayotgan yo'nalishga, aytaylik qurilish yo'nalishida bu konversiya pastroq bo'lishi ehtimolligi bor. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki uylar narxi qimmat. Albatta hamma narsa narxga bog'liq bo'ladi. Biz qilib ko'rgan narsalarimiz esa aynan $1000 dan oshiqroq bo'lgan kurslarni sotuvda juda ham qo'l keladi. Kurs sotuvida yoki bo'lmasam boshqa mahsulot sotuvida ham. Yoki o'zingiz qilishga qiynalsangiz va target yordami kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi tugma orqali bemalol bepul konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Agarda siz bizga va biz sizga to'g'ri keladigan bo'lsak, unda birga ishlashimiz mumkin. Xuddi mana shu videoni mana shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, siz kelayotgan yo'llar ham hozir men sizga ko'rsatib bergan baronka sifatida qurilgan. Ya'ni videolarimni ko'rdingiz target orqali, buni ko'rgandan keyin bepul videoni ko'rish uchun saytga tashrif buyurdingiz. Saytdan keyin mana hozir bepul videoni ko'rib turibsiz. Qanday ishlashini sizga bir nechta qadamlar bilan mana shu video davomida va videodan oldin ham o'zim ko'rsatib berdim sizga. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek bepul konsultatsiya uchun pastdagi havola orqali tugmani bosasiz va u yoqda ba'zi savollar bor o'zingiz va biznesingiz haqida. Ularga javob beradigan bo'lsangiz, inshaalloh siz bilan aloqaga chiqaman, gaplashamiz. Yordam kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol ro'yxatga o'ting. Birga ishlamasak ham sizga konsultatsiya sifatida yordam berishdan xursand bo'laman. Eng muhimi, bu video foydali bo'lgan bo'lsa, Instagram orqali direktdan xabarni yozib qo'ying. Xursand bo'laman, chunki bu video birinchi videoyim. Avval bunaqa videolar olmaganman. Qanaqadir fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, yozib ketadigan bo'lsangiz juda ham xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.